أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الطهارة الكبرى فهي الاغتصاب وسببه خروج المني بشهوة بالإجماع وأما انفصاله عن موضعه بشهوة فمختلف فيه حتى إن المحترم لو أخذ ذكره وخرج المني بعد سكون الشهوة يجب عليه الغسل عندهما خلافا لأبي يوسف ولو اغتسل قبل أن يبول ثم صار منه بقية المني يجب إعادة الغسل عندهما خلافا له ولو بال أو نام ثم اغتسل فخرج منه مني لا يجب إجماعا. Ama büyük taharet, o pes ol büyük taharet gusül kılıştır. Yani gusül kılışını deyimiz ona büyük taharet şu deyimiz. Bu gusül kılışını keltip çıkırdığın sebep menininki çıkışıdır şehvet bilen. Meyli er olsun ayal olsun her ikilisininki şehvet bilen menininki şu öz caydan sırtkı çıkışındaki üze yani bu gusül kılışını çok vacip çok kılıdır. Bil icma. Yani bütün ulemalarımızın nimisinden ittifak olan. Ama o menininki ayrılışı yüzünki ornudan şehvet bilen ayrılışı ters. O meselede muhteliftir. Ulemalarımız muhtelifin pi. Yani bu meselenin yüzünden ulemalarımızın ortasında ihtilafçı bağdır. Bazıları gusül kılışı vacip deydi, bazıları vacip emas deydi. Hatta ki cezmen bir ihtilam buqağa adam, yani ihtilam buqa adam, yani tushida, eğer tutuvasa o adam yüzniki azasını, yani zekar nimini tutuvagan bolsa, ve mani ve çıkkan bolsa mani, şehvet toxtuğandan keyin vacip boludu şu adamga gusül qilish, şu İmam Azam ve İmam Muhammed rahmetullahi aleyhin nazarida. Bu gapning o'zi zid keldi, zid kelmasligi imom Abi Yusuf rahmatullohi alayga. Va agar g'usl qilsa u odam, shuning oldidagi u siygay u odam, ya'ni kishi taratqay. Anidan oqqan bo'lsa u odamdan ma'nini qilib qolgan oqqan bo'lsa, vojib bo'ladi g'uslni qaytadan qilish. Shu ikki imom Azam bilan imom Muhammad nazarida bu gap zid keldi, zid kelmasligi imom Abi Yusufga. Va agar kishi taraf qilsa yoki uxlab qolgan bo'lsa odam anidan keyin bu odam g'usl qilibdi shuna g'usl qilgandan keyin u odamdan mani chiqibdi chiqqan bo'lsa u chog'da vojib bo'lmaydi bu g'usl qilish nima bo'lmaydi vojib bo'lmaydi deydi endi biz endi biz qashqarlik muhammad degan Qashqari degan odamniki kitobi bo'lgan Munyatul Musalli va G'unyatul Mubtadi degan shu kitobni o'qiyapmiz. O'qigan bo'lgandan keyin oldingi qatimdagi o'zida bir qancha darsni o'qigan bo'ldik. Mana oldingi darsimizda mana g'usl qilgan odam, nima tarat olgan odam oldida nima ish qilish kerak, qanday tayyorlik qilish kerak, undan keyin taratni qanday elish kerak, uniki fazlari nima, uniki sunnati nima, u tarat olgan vaqtida mana qanday ish qilishning o'zi shar'iy tarafning o'zidan manhiy bo'ladi. Buning ustidan qildik, to'xtaldik. Bu endi yuqorqi boshda tortib mushakkash bo'lgan orliqdagi hammasini taratni sug'ra deydigan bo'ldik. Ya'ni kichik tarat. Kichik taratda o deydigan bo'ldik. Unda o'g'andiki mushu kichik taratni osh shaklda olgan bo'lsa bir odamning o'zi, mana Qur'on hadisdagi uyg'un olgan bo'lib, shuningla bu odam o'zining gadiniga vojib bo'lgan 5 vaqt namozning o'zini va undan boshqa sunnat, nafl namoz, Qur'oni Karim o'qish degandek mushta ishni çok bo'ladi. Ya'ni bu shar'iy tarafdan nima bu? Pokiz deb nima qiladi? Atiladi. Endi urf odatda
O nima deydi? O tarat almasımı usul. Yani o pakiz deydi yani. Bu şer'i taraftan bo'lgan bo'ladi buni pokiz, ya'ni shar'iy tarafdan tahorat oldi, pokiz bo'ldi deb hisoblanib, shu vaqtida tahorat erish vojib bo'lgan amallarni, ibodatlarni qilsa, shu chog'da Alloh nima qiladi? Qabulchi qilgan bo'ladi. Mana bu tahoratning o'zi nima deydigan bo'ldik? Uni tahoratu sug'ra deydigan bo'ldik. Endi hozir yana bir tahoratga keldik. Tahoratu kubra. Ya'ni buyuk tahorat. Buyuk pok bo'lish deb. Endi tahorat sug'ro deganimiz nimishqa deganda kichik tahorat degan gap, kichik tahorat degan gap mana shu odamniki ana shar'iy tarafdan bekitilgan 4 joyniki o'zini farz bo'lgan joyni o'zini yuyish va masih qilish. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalomniki mana qilib bergan, ko'rsatgan va buyurgan ishni cho'q qilish. Bu kichkina bir yer. Bu kichik yani. Yüzünü yuydu, bilgini yuydu. Onu dekin uni dekin mushuni qildi, shundan kichik, ya'ni kichik bir şeydi. Bundan o tahoratchi bo'ladi. Ammo bu tahoratli kubra degan nima? Buyuk pokiz bo'lish degan gap. Ya'ni u odam o'zi butun badanniki hammani nima qiladi? Yuydi. Yuyish bilan birlikda bu odamning o'ziniki mana shu og'zini va burnini rasmiy nima qilish kerak? Yuyish kerak. Shunga andiki bu odam rasmiy niyat qilish kerak. Men mushu narsa bo'lgan vaqtda o'zida badanning hammani yuvgandan keyin hattoki og'zi bilan nima burni bilan men og'zini yuvishdan iborat bo'lgan shunday jiq narsa bo'lgandan keyin men bu e'tibor bilan nima dedi buni buyuk tahorat, ya'ni odatga tahorat emas deb ataldi. Buni shar'iy din deymiz, uni arabchada tahoratul kubra, uyg'urchaniki o'zida buyuk tahorat, cho'ng tahorat deb nima qiladi? Atiladi. Ham cho'ng tahorat deb atildi. Yana birisi bizniki uyg'ur tilida nima qildi? Buni usul qildi. Usul qildi deymiz. Bu gapning o'zimi o nima arabcha. Buniki uyg'urisi nima qildi? Yundi. Nima qildi? Yundi deymiz. Bu nima bo'lgan bo'ladi? Shar'iy tarafdan buni tahoratul kubra deymiz. Bizniki uyg'ur tilida yundi deymiz. Yana bir arab tiliniki o'zida bu ig'tisol, ya'ni usul qildi deb g'oniki nimasi bilan peshi bilan u deb o'qiymiz. Ammo g'oniki peshi bilan o'qmay uni zibar bilan o'qisak o'chadi g'asla deb o'qisak nima bo'lgan bo'ladi? Bu g'asla degan gap mutlaqo yuyish. Bu am. Mayli u odam o'ziki normal urf odatda tomoq yeyishning oldida qo'lini yuvsin yoki boshqa yoqdan qo'lini yuvsin, u yer bir yerni yuvsin yoki kiyim kechani yuvsin, ish qilib qandoqli yuvish bo'lgan bo'lsa, bunday uni arabchada g'asala yasilu g'aslan fa va g'asilu mahsulun deb nim qildi ataydi. Mana g'abg'oniki fasli zibar bilan degan bo'lsa, ashta yuvish bo'ladi. Ammo buniki g'oniki zibir bilan pesh bilan degan bo'lsa, usul degan bo'lsa, u chog'da buniki diniy tarafda bo'lgan urf odat, bu usul qilishga butun badanniki hammasini nima qilish, uni yuvish degan shu gap bo'ladi. Undan keyin badanniki hamma yerini yuvishniki o'zlik keltirib chiqargan omil nima? Nima u? Usulni mana bizniki islom dinimizga bir atalgan bir atalg'u, usul deb kelsa. Bu ne bo'ladi? Şuna Kur'an-ı Kerim'de yani bu alaydı nemi kan onu ve in kuntum junuban fattaharun diyen nemi var ayet çok var. Ve diyen bu kadar ki şunu pakiz oluna diyen bu kadar ki bu yerde nemi o aşağıda cunup boğa vakti üzüde şu çünkü üzü aşağıda Kur'an-ı Kerim'deki ayetteki üzüler nemi boğan o sabit çok boğa. Bu ya bütün bunu andaki peygamberler usulni mandaq qilsangiz deb o'ziniki so'zi va qiliq orqali mana hammani shu bu o'qitgan bildigan. Bildigan bo'lgandan keyin bu usulniki farzning o'zi butun badanni yuvish, og'zi va burnini yuvish, shunga bu odam men ham shunday ya'ni nima shar'iy tarafdan, ma'naviy tarafdan men paskum qolib butun badanniki hamma yeri mana shu mayli u odamdan ham usulni keltirib chiqqan omilni to'lan o'qiymiz. Anda o'g'andiki paskin oldi. Paskın oğandaki bütün bedenini yuşup gerek, andaki pakiz olamam. Ben pakizi bu arka anladıkken, ben Allah'a ibadet kılına vakaza işinki üzerine, ben toluk bir şekilde çok kısa adab oldu. Diyen nim boğam oldu, o yapçı boğam oldu. Bunun deyimiz ona usul deyimiz, bu usul deyin yap, ihtisal. Ninki nimeden çıkan, ben iptala babından çıkan, muşu nimeniki meslerninki bir ismi. Usul oldu, beş. Hem de
O sebep o. Bu g'uslniki o'zini keltirib chiqaradigan omil nima deydi? Sabab degan nima? Ya'ni uni sabab musabbab degan gap bor. Ya'ni uniki sababi degan gap yuvishni sabab qilib, ya'ni yuvishni keltirib chiqaradigan sabab. Ya'ni omil. U nima u? Desa, mana g'uslni keltirib chiqaradigan, yumsa qat'iy bo'lmaydigan bir mo'min musulmon degan er ayolning o'zi uni shu ish bo'lsa qat'iy yumush bo'lmaydigan nima u ish. Hamda men mo'min emas, men musulmon desa o'zing ishi. O'zing nimasi u ishi. Ama men mo'min musulmon degandan mo'min musulmonlar bilan kofirniki o'ttirisidagi farq cho'ng men mushu yerda belgiladi. Kofirniki o'ttirisidan islom diniga e'tiqod qilgan musulmondan boshqa kishilarning o'zi bundan nima qilmaydi bo'ladi? Buni yuyinishchi yo'q. Uchu yo'q. Bu g'usul qilishniki o'zi mushtaq meni ma'ni chiqdi, jinsiy munosabat o'tkazdi degandek mushtaq ishlar bo'lgan bo'lsa, buni bilan andikin g'usul qilishni keltirib chiqargandagi bu vaqtning o'zida yuvishning o'zi bir islom dinimizdagi nemisi bu shuar, nemisi belgisi. Hozir dunyo shunda olib ketgandi. Shu er ayol dachilab yoki boshqa tushlarmishlar ishib qolgan bo'lsa, darhol bo'yinni suvga selib pokiz bo'lishning o'zi islom dinimizdagi men musulmon deydigan odamniki rasmiy islom diniga e'tiqod qilgan bir nemisi bo'lgan bo'ladi bu alomat ham belgisi bo'lgan bo'ladi. Belgisi bo'lgan bo'ladi. Shuar endi bir tarafdan. Chunki nima ishqa? Chunki bu islom dinimizniki boshqa millatlarning, boshqa dinliklarning o'zi buni yuyinmaydi. Nima qilmaydilar? Yuyinmaydi. Hayvondek shu yuriydi. Undaki birdan bir mana tashqari tarafdan ayirib turgan mana bir omilniki biri yuyilib, ya'ni ayirib turgan bir omillarniki biri nima? Mushundaq ish bo'lgan vaqtida yuyinish. Ammo bu normalde jönüklük çırıp ketdi o mesela. Burak yetipdi o. Mesela işlep yiyen olup ketken bolsa buçan özde örp adetniki özüde bu nime o jünüdü. Bu nime o? Eğer bununki özüde endi Peygamber sallamniki atı deydem sünnetinin mütede. Bunun kartı eğer Peygamber sallam işte burgan hep dedip bir kata jünüşü kerek diyen niyet ve anda jünugan bolsa bu ibadet. Bu şu yüzdeki normal mubah işin katarı çok buluduğun gibi. Anda olandikin şu g'usul qilishni keltirib chiqaradigan omil, men eng tushunchisi narsa. Sabab nima bo'lsa, ma'nidan iborat bo'lgan narsa. Ninki chiqishidir shahvat bilan. Mana er ayoldan shu ma'ni deydigan bir narsa bor. Nima o? Ma'ni deydigan narsa kerakmi? Er ayolniki o'zniki badanidan nima qiladi? Ma'lum, ya'ni sulbidan ak taraf yani nima deb dumbi tarafdan mushtaq kelgan taroib va sulbi din iborat bo'lgan aşağıdan nima qilgan gap badanning aşağı bir yerdan mana aşağıdan shu qo'zg'alib chiqargan gap chiqqandan keyin bu mening o'zi sirtga chiqish kerak sirt chiqqan vaqtida o'z ixtiyorimda nima emas rasmiy shahvat bilan ya'ni chiqqan vaqtida er ayol shuni bilan rasmiy lazzat tatliq his qilish kerak men mush shart tepilgan vaqtida anadaki bu adamın üzü cezmen gusül kılıştığım o vacip. Yani bununki üzerine şundak gusül kılıştaki vacip buluşan bütün ölümalarımızdaki nemisi o ittifakı birlik gelgen nemi o mesele. Yani Medine'deki çıkışı birisi gusül kılışın vacip birisi Medine'deki sırt çıkışı. Çıkan mutlaka emez. Şu Medine'deki sırt çıkışı cezmen çıkan vaktinde er ayal her iş kılışta bir lezzet ası buluş gerek. Nasıl bir şehvet tatlıqçı bo'lish kerak. Mush ikki shart tepilgan vaqtida anidan g'usul qilish nima vojib g'usul qilishniki o'zini bu keltirib chiqardi. Bu chu tugadi. Endi bu umum qonunchi hozir qoldi hozir bilib oldi. Endi ba'zi kitoblarning o'zida ma'niniki chiqishidir difq bilan deydigan nima bor? Iboratlar chu bor. Bu difq gapning o'zi bu yerda musannif bu yerda difqni olmay shahvat degan gapni chu oldi bu am bo'lgan. Deb qilgan nima? Ertilib chiqish. Ertilib chiqish degan gap shahvat bilan chiqadi. Unda bo'lgan ekan buni qilmay shahvatni deb nima qildi? Oldi. Bu hammaga aniq bo'lganligi uchun. Endi xo'sh, shu ma'nining o'zi shahvat bilan chiqibdi. Ya'ni chiqqan bo'lsa, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, shu chiqqan joyniki o'zidan sirt chiqibdi, xorijga. Xorijga chiqibdi. Men er bo'lsin, ayolning o'ziga, ayol bo'lsin rasmiy a'zosiniki sirtqi shu ekib chiqqan bo'lsa,
Şu can özü gusül vacip. Ama şu meniniki ayrılışı yüzniki ornuda. Özün ordunim kıptı, ayrılıptı şehvet bilen. Yani er ayalınki özüden çıkıdığan meniniki özü, her ikili taraftan çıkıdığan bir yeri var. Şu yerden ama çıkıptı. Çıkan bolsa uçağınızda sırtçı çıkmaktı. İşte ayrılıptı. Lekin azanlık sırtçı çıkmaktı. Çıkmay şehvetlikке şehvet şurada çıkıptı. Bir amalgı pandak oldu. Onunki o iş çıkmay bir de boğanca çıkıp gitti. Mene sırt çıkabatın onda çok olmayı. Bo'lmagan bo'lsa, o'shanizda bu masalaning o'zida o'limlarimizdagi o'ttirisi nima va o ixtilofchi bor. Ba'zilar deydi, g'usl qilish vojib. Chunki shahvat shu tepildi. U xorij narsa tepilmagan ekan deydi. Yana birisi deydi, yo'q, buning g'usl vojib emas. Nimishqa? Chunki shahvatning o'zi, manining o'zi o'z joyida chiqqan bilan, lekin u joyning o'zi shu a'zon, shu er ayolniki, yiliq jinsiy a'zosiniki, ishki tarafiniki o'zi uniki o'rni shu. Shu bo'lgandan uchonida u sirtga chiqmagan bo'ldi. Chiqmagan bo'lgandan bu e'tibor bilan uchonida nima bo'lmaydi? G'usulchi vojibchi bo'lmaydi. Deydigan nimalar bor? O'lmalarni shu bor. Endi muxtalif bo'lgandan keyin tafri, ya'ni buni tarmoqni mundaq bo'ladi. Hatto ixtilof bo'lgandan keyin hattoki jazma bir ehtilom bo'g'ichi odam qandoq qilib ixtilof bo'g'ichi er ayol nima er deylamdi. Eğer tutuvarsa bu adam yüzündeki zekirini şu tutuyordu. Şuradaki çok iştah görüp şunlar şu iştah iş yaptı. Şundak mı şap tak oğluklar aşağıya kıptı tutuyordu. Tutuvagandikin ama o iştah bağlı şehvet var. Ama şehvet olsun mu lekin o tutuvagandikin o nasıl şehvetten billa bulmakta. Ya da ay bir şehvetten degen gap şu meniniki çıkışı bilen şehvet okşaş oluş gerek. İkisi bir artı kendi oluşu bulmaydı. Başta bir şehvet olup onu çıksan ya olmaydı. O çıkan neskerenin üzü şehvet olup onu çıkan bolsa ya olmaydı. Çıkıp olgan değil ki şehvet olgan bolsa uçağınızda bulma ihtilafçı var. Bu yer ne var? İhtilafçı. Bu yer ne var? İhtilaf var. Şu meselenin üzerine tepri şekil buna değil. Böyle müştak bir adamın üzü aşağı tutuvagan bolsa ve çıkan bolsa meninin üzü şehvet çıktı olgan değil ki. Oğlum şu an şu dağdaki tutuyorsun mu tutuğan iken onu iken öleceği kitle kelgen birden bolgan iken meni çıkıp kalgan bolsa o canlık üzüde o adamniki geldiğine gusül kılıç dem boludu. Her İmam Ezzem bilen İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin nezide bu nime o gusül kılıçdaki üzülümü o vacip. Nime deydi o? Vacip deydi. Nimişkan? Bu işkileki göz karşı menineki çıkışı öz ondu çıkan boldu. Esi o adam tutuğan bolsa sırtı çıktı. Çıkan boğanlıkın mecbur tutuğandaki bu çıkışının nemisi olan boldu ya da hükmüçü boludu. Onda o andaki bu adamın özü gusül kılıççı kerek deydi. Hilafet Ebu Yusuf. Ma hilafet degen gapın özü bu mefhum mutlak olup buniki ameli nime uyada mehsup. Yani nime degen gap bu? İhtilafen hazel ihtilafa yani okşamadı ma meselenin üzerine okşamakçılığı İmam Ebu Yusuf'ka. Yani bu ikisindeki gusül kılıç vacip diyen gapın üzerine muhtelif oluyor. Okşamadı. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi makameti okşamadı. Ebu Yusuf rahmetullahi bunlar çok karmaydı dedi. Nimişka? İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi bu yerdeki üzerine nime kıldıyken uçağınızda açtak olgan bolsa gusülçü vacipçü bulmaydı deydiken nimişka? Çünkü gusülniki vacip bo'lishniki şartı birisi şehvet oluş. Şehvet bo'lish bilan birlikte şu meniniki özü şu a'zoniki jazman ikkisidagi o'zining bo'lishi kerak o bir bo'lishi kerak. Bir bo'lish o'kiya bo'lgandan keyin odamning o'zi shahvat burun bo'ldi, ammo manining o'zi kech chiqib qoldi. Chiqishi o'xshash olmadi. Buni bu e'tibordan nima qilmaydi o? G'usulchi vojibchi bo'lmaydi deb bundoq nima qildi ekan? Qaraydi ekan. Endi yana bir masala. Va agar g'usul qilib qolgan bo'lsa bir odam, shuning oldidagi u odam nima qilgan? Mana tara sundirgan. Kishi tara sundirishning oldida bu odam yunibdi. Endi tushidi shundoq bir narsa ko'rib etkanda uni nima qilibdi? Uni tutib yapti a'zosini o'zini. Tutib olgandan keyin u odam beribdi, andan keyin men endi qanday qilay endi yunyapti deb yoki bir ashta qilibdi. Qandan keyin o'chamizda
u adam siymayla anıdikin aşta ne kıtken usul kıtken onun dikin bu adam ne kıtı aşı junub bolgan diken u adamning o'zidan yoki shunday bir mani chiqibdikan mani chiqqandan keyin yana ozroq qilib ketdi qilib qolgandan keyin undan keyin u odam uni mayli tarat qilmasdilar tarat qilishga chiqadigan gap tarat qilmasdilar u odam junubdi juyungan bo'lsa unidagi qolgan mani chiqqan bo'lsa oqqan bo'lsa u chog'da mana imom azam bilan imom muhammad rahmatullohi alayhi usulni bo'ladi qayt qilish kerak nima qilish kerak uni qayt qilmasa usul qilmasa bo'lmaydi deb nima qiladi qaraydi nimishqa chunki bu usulniki o'zi bu ma'nining o'zi u odamda umumiy qilib bo'lmagan chiqib bo'lmagan chiqib bo'lmagandan keyin u yerda qilib qolgan bo'lgandan keyin ozroq o'z qilib qolgandan keyin o'chani usulniki vojib bo'lishini o'zi o odamda bo'lgan ma'nining hammasi umumiy chiqib bo'lgandan keyin ani vojib bo'ladi deydi mana bu gap zid keldi va u zid kelmadi imom abi yusufga imom abi yusuf deydi o'chani usulni iyoda qilish hojati yo'q usulchi bo'laveradi shu qoj yurishning nimasi yo'q hojati yo'q deb nima qildi u qaraydi nimishqa chunki imom abi yusufniki qoidasi bor bir usul shu ma'ni bilan shu ma'niniki chiqishning o'zi shahvatdan birga bo'lishi kerak odam qanday qildi odam u yer tarasundimay undan usul qilib ondiki chiqqandan keyin u odamni o'zi shahvatdan keyin undiki chiqqan bo'ldi shahvatdan o'xshash chiqmadi ma'ni shu e'tibordan nima qilmaydi deydi usul vojib bo'lmaydi deb nima qiladi bunuga uni uchun qaraydi endi mayadanda imom azam imom muhammad imom abi yusuf deganidek mushtaq gapchi o'tdi endi imom azam hammamizga ma'lum hanifiy mazhabniki bosh nimasi u qurg'uchisi adam mana shu odam o'zi eng nima hanifiy mazhabni o'ziga yetakchilik qilgan shu usulni bakatgan nima bo'lgan bo'ladi odamchi bo'lgan bo'ladi mana bu odamni o'zi mana tarixiy hijratni 90 tug'ilib 150 yilni bo'lgan vafot bo'lgan bir odam ya'ni tobiinniki nemisidan qatordi mana bu odamni o'zi sahobaning ichida bir qancha sahobalarni ko'rgan bu odam mana shu Kubada o'tgan odam Kubada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu shu yerga vali bo'lib Umar radhiyallohu ta'ala undan keyin qolgan xalifa vakolatan vali bo'lgandan keyin shu yerdagi imom azamniki olgan masalaniki ko'pincha yetisiki o'zi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan yetisini asos qiladi buni asos qilib shu Abdullah Mas'udniki nimasi men shogirdi Hammad undan keyin Hammad bo'lsa imom azamning ustozi shu yerda kelgan yetisini asos qilib shu bo'yicha fiqh ahkomni shu ustiga nima qildi qurib bakatgan endi imom abi yusuf rahmatullohi alayhi degan gap abi yusuf degan gap u odamning nimasi u odamniki kunyati uniki asli isminiki o'zi yaqub ibn ibrohim habib deb ataladi atalgandan keyin ismi shu u odamniki uchan atilgan laqab ya'ni deganiki taxallusi qozil quzatgan shu chog'da imom abi yusuf rahmatullohi alayhi bo'lgan vaqtida shu chog'da umaviya xalifaliginiki butun shu o'zi idora qilayotgan davlatdagi butun qozilarniki boshlig'i bo'lib ekan qozi quzat deb nima qilib ekan u odamni otilib ekan mana bu odamni o'zi tarixiy hijratniki 181 yili nima bo'lgan u vafot bo'lgan nima u odam yana birisi mana bu imom abi yusuf imom azam rahmatullohi alayhining nimasi u shogirdi shogird bo'lgandan keyin bu odamniki ikkinchi shogirdi bo'lgan odamni o'zi nima u imom muhammad yana birisi nima imom abi yusuf bu ikkisiki sababidan hanifiy imom azamniki o'ttirib qo'ygan fiqh masalasi nihoyat kengaygan imom abi yusuf butun qozilarni quzat bo'lgan shu chog'da hanifiy mazhabni imom azamni nima qilgan shu gapni kitobni o'zi o'qimish bo'lmaydiganiga bir buyruq chiqarib shunga umumlashib ketgan yana birisi imom muhammad rahmatullohi alayhi o'zi shu bir qancha kitobni yozgan jiq kitoblar bor bu odamning yozgan bo'lgandan keyin shu e'tiborda undan keyin imom azamniki fiqh tarafda bo'lgan gaplarning o'zi rivoj topgan endi unday bo'lgandan keyin
Endi yeni bir mesele. Va agar bir adam taras sindiribdi, yo uxlab ketdi-da, ondan keyin taras sindirgandan keyin g'usl qilibdi, taras sindirgandan keyin u odam uxlab bo'lgandan keyin ondan keyin nima qilibdi? G'usl qilibdi. G'usl qilibdi. U odamning o'zidan mani chiqmabdi. Mani chiqmagan bo'lsa, u chog'ning o'zida bu g'usl ijmoan. Men imom Abu Yusuf bo'lsin, men imom Muhammad bo'lsin, men imom Azam bo'lsin, hammasi buningda g'usl ne bo'lmaydi, vojibchi bo'lmaydi deb nim qiladi, unga qaraydi. Chunki u manining o'zi yuqori chiqib qolgan bo'lsa-mu, mana yuqori chiqqan bo'lsa-mu, lekin har ikkalasiga qo'ygan shart kelima emas, u muvofiq emas. Endi mani er kishida chiqadigan narsaning o'zi to'rt xil narsa bo'ladi. Birisi mani bo'ladi. Manining o'zi mana hammadan ma'lum, er kishi va ayol kishi tarafdan chiqadigan mushtaq quyuq, mushtaq aqamtul bir narsa. Bu shu ish bo'lgan vaqtida shahvatdan chiqadigan narsa. Yana birisi mazi va vadi deydigan ikki xil narsa shu bor. Mana bu mazi bilan vadining o'zi, mazining o'zi mana er ayol ikkisi o'ynashib mushtaq qavaqtida shuningdan keyin ondan keyin akishdan keyin chiqib qolgan bir narsa kiran o'zini deydi, uni mazi deydi. Vadi degan gapning o'zi bu odamning o'zi mijozi buzilib, shu yerga taras sunduğandan keyin ondan keyin mushtaq bir narsa eqib seriqimdi, bir narsa chiqadi. Bu nima deydi, uni mazi deydi. Bu ikkisiniki o'zida, bu ikkisi agar u akishdan chiqqan bo'lsa, buningda g'usl vojib emas, uningda tahorat erish nima bo'ladi, vojib bo'ladi. Endi yeni bir sondaki dördüncü hem de süydük. Yani süydükünü biz hazır. Yani her kanda taharet sunduğundan uçağınıza kişi taharet erişleme vacip. Şunun içinden çoğun taharet eriş vacip olan neslime meni divatkan neskeren üzüşü. Meni divatkan nesli men erdi olsun, men ayaldım olsun, resmi aş şehvet asasen açta çıkan bolsa, şu adamın üzerine Müslüman, mümin diyen bolsa, uçağınızda bu adamın üzerine cezmen husul kılış vacip olup, bu adamın üzerine açta eğer husul kılma açta yügen bolsa, uçağınızda bu dini taraftan, İslam'daki kösetmesi taraftan paskana olur. Meynet doludur. Neymi o? Meynet doludur. Manevi taraf neymi o? Meynet. Şu an cezmen onu kılış gerek, onuğa husul kılıp belki çok gerek. Hem de ayollar meselesindeki özüdü bu. O nime? Okşar. Yani bazı tarafın ayollarının nimesiyle okşamaydıgan tarafı var. Bununki üzerine hem de ayollarla alakadar hemiz okşaydı asasen meselenin özüde. Bazı tarafın okşaşması mesela tuş görüp kaldı deydi o ayollarının özü. Şuna bir iş olgan ama olgangandıkın o yerde bir yöllük ya ki bedende ya kimde ondan bir nes yok. Uçal gusül vacip olmaydı. Çünkü o tüşü degen aşağı bir tüşü olup ondan oldu deydiğen benim muştaq nemeler var? Gepler çok var. Ama o ayolun o'zi o tushib ko'rgani ko'rmabdi. Lekin o ayol qopsa ya bedeni ya ki ishdan beri ya kimning birida yo'llik bor ekan. Yo'llik bo'lsa o'changizda u nima bo'ladi? O ayolning o'ziga g'usl qilish vojib bo'ladi. Va amal ilaju fil bahimati aw al maytati aw as-saghirati allati la yujama'u misluha fala yujibu ghusla ma lam yunzil deydi. Likusori şehveti deyden. Endi bu gapni bu fikri ahkam bo'lgandan keyin ma kitobning o'zi fikri ahkam bo'lgandan keyin shu insonlarga kundilik duch kelgan masalalarni qanday betaraf qilishning o'zida cho'ng kichik mayli u tarafi masalan gunohki ish bo'lgan bo'lsa hamma buni uni deydigan gap. Uni degandan keyin o'changizda buni qavvaqt o'zida uniki gunohi boshqa. Ama bu işi kıpağamasıyla şer'i tarafın hükümlük üzüp bunu nima qiladi? Berkitildi. Onu nima qiladi? Berkitildi. Mesela ama ilaç. Hem de ilaç degan gapning o'zi aslida arab tilida nima? Adkhala yudkhil idhal degan nimada ma'nosi shu bo'ladi. Ya'ni nima degan gap? Ya'ni ilaç degan gapning o'zi ya'ni kirgizish. Nima qilish? Kirgizish. Ya'ni erniki o'ziniki shu a'zosining o'zini bir hayvonga kirgizibdi. Bu kirgizlik ish qilib hayvon kirgiz ashtaq qilishning o'zi bu haram. Bu nima u? Haram. Bu ig'ir darajada din bo'lgan bo'ladi, jinoyatchi bo'lgan bo'ladi. Bu jinoyatning o'zi ig'ir darajada bo'lib, buni o'tkazgan odam o'zi ig'ir darajada nima qilgan gap, jazolangan gap.
Bu ayrım bir günah. Lekin şundak bolsunmu? Bu adam özü açtak hayvanın özüne mana açtak qıptı. Nima uchun bu günah bo'ladi? Chunki Allah insonni inson bilan, hayvonni hayvon bilan, hayvonning o'zini har turli o'ziniki loyig'ini o'tishga nima qilgan, uni ish yo'qgan. Unda bo'lgan ekan, buning asosan u odamning o'zi boshqa bir ishda qon bo'lgan ekan, ya'ni demak bu odamning o'zi asli tabiati bo'lgan to'g'ri o'g'a ishni qilmoqda. Bu asli aql hoşu joyida bo'lgan odam bu ishni qilmaydi. Aql hoşning o'zi tabiatning o'zi buzilib ketgan mushdoq odamlar o'zi açtaq hayvan bilan açtaq munosabat qiladigan, mana bo'libmi hozirgi davrimizda mana açtaq qiladigan ayol mu hayvon bilan qiladigan açtaq nimalar bor, qiliqlar cho'pa. Buni qarta qandoq qilmasa payg'ambar nima degan? Açniki qilgan o'zini uni ashu qilgan va qilgan ikkalisi deb qilgan uni o'ltiringlar degan va hech cho'pa. Bu ig'ir jinoyat. Bu nima? Ig'ir jinoyat. Endi ig'ir jinoyat bo'lsa-mu agar açtaq bir ish qilsa bu odam jinoyat qildi ham namoz o'qimasa olmaydi. Musulmon bo'lgandan keyin. U jonida bu odam qanday qiladi, g'usl qilam qilmamdi desa, mana mushundaq hayvonning o'ziga, men hayvonniki mutlaq, men qaysi hayvon bo'lsin, mushundaq bir kirgizibdi. Yoki o'lgan bir ayolning o'ziga açtaq nima qilib bu odam açtaq kirgizibdi. Yoki bir kichik bolaga uni o'xshinim qilmaydigan, jimo qilmaydigan. Ya'ni o ayol, o qiz bolaning o'zi ama uniki o'xshi, ya masalan bir yoshga urf odatda uni bir to'y qilib yoki nim qilgan, ya balog'at yetmadi, unda bir erniki nimasi qilmaydi deydiganda, mushtaq qiz bola ashtaqchi ish qilib qilibdi. Bundaq rasvochilik, bunda bir jinoyatning o'zi yo'q emas. U nima bor? Bu nima bu jinoyat ayrim. Hem ashtaq qilib qolgan bo'lsa, bu odam bir mo'min, musulmon deb turib ashtaq qilib qoladi. Agar buni halol sanagan bo'lsa, o'chamizda uniki o'zi İslam dinimiz dindan chiqadi. Nima din chiqadi? Endi o'ziniki mushundaq askiligi nimalardan ashtaq qilib qolgan bo'lsa, u chaniki o'zida bundaq odamniki gadiniga g'usl qilish vojibmi yoki vojib emasmi desa, mana mushundaq ishni bir odam qilib qolgan bo'lsa, u chanizda g'usl qilish vojibchi bo'lmaydi, modomiki inzol qilmasa u odam. Yani bu odamki tushunmasa, ya'ni u odamniki vujudidan mani degan narsa chiqmasa, u chog'da g'usulchi vojibchi bo'lmaydi. Qachoniki shu ishni qilib, u odamda g'usul qilma, mani chiqqan bo'lsa, u chog'da g'usul ne bo'lgan bo'ladi, vojibchi bo'lgan bo'ladi. Deymiz. Nimishqa? Nima uchun tushmasa vojibchi bo'lmaydi? Desa, chunki shahvatniki kam bo'lgan. Shahvat nima u? Kam. U yerda g'usulniki vojib bo'lishning o'zi, ma'niniki o'zining chiqishi shahvat bilan dedi. U odamniki o'zi ishni qilgan bo'lsa-mu, lekin u odamda, endi u odam o'zidan ma'ni degan chiqqan narsa bo'lsin, lekin u yerda degandek har ayoldachi qavoqchida uni 100 undaq lazzat, undaq bir narsa ololmaydi. Ololmagandiki kamchil, u yerda shahvati yo'q. Unda bo'lgandiki bu e'tibordan bundaq bir odamning o'ziga ashta bir ishni qilib qolgan bo'lsa, harom bo'lsa-mu, u da qanday qiladi u odamning o'ziga mana g'usl qilishchi, uchani ma'ni chiqqan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa uchun qilmaymiz, uchadan chiqmasa vojibchi bo'lmaydi deymiz. Ammo bu jinoyat o'tkazgan bo'lsa, uchamizda bu odamning o'ziga mana ashta tutib olgan bo'lsa, o'zi ixrob qilgan bo'lsa, uni berilgan jazoning o'zi u boshqa. U nima? Gunohkor bo'ladi boshqa. Lekin zikr qildi Asbijabi degan faqih olimning o'zi dedi, zikr qildi. Nima dedi zikr qildi? Vojib bo'ldi bundaq bir odamga bundaq g'usl qilish kichik va qiz bolaning haqida. Kichik qiz bolaning haqida o'zi kichik qiz bola ekan, ammo uniki o'qishning o'ziga. Agar kichik bola bo'lsa, aqtamagan bo'lsa-mu, uniki o'qishi agar nima qilgan bo'lsa, o'changizda o nima qilibdi o'sha o'qishda masalan aqtasa aginiki nimasini to'yi nimasi lekanisi qila oladi ekan, ko'tara oladi ekan. O'changizda uni vojib. Ammo uning o'qishida urf odat shu qilmaydi bu kichikda. Unda bo'lgan bo'lsa, uni nimada yuqorida inzol qilgan bo'lsa, vojib bo'lmaydi. Madem deydi, har qanday shu ishni qilib qolsa, shu qiz bolaniki kichik qiz bolaning o'ziga u odamniki ya'ni ma'ni tushsin, ma'ni chiqmasin, o'changizda nima bo'ladi? O g'usulchi vojibchi bo'ladi deb nim qiladi, uni qaraydi. Yani uni nim qilgan gap, uni mushtaqchi qaraydigan gap endi.
Endi vakazal haydu ve nifasu deydi. Şunu okşaş, yani şunu okşaş degeni, yani nime? Aşu meni şehvetle çıkan vaktimizde açta usul kılış vacip olan okşaş, men hez görüş ve nefas buluşdaki yüzüme usulünü kılışdaki sebebi bulup usul kılışlık keltirip çıkargan nemini katar diyen amillarının katar diyen. Bir adamın yüzü hez degen nime? Hezdeki asıl tövendeki ayrım, hezdeki asıl lügat mensindeki yüzü bu nim qildi hozir yahizu degan gap ya'ni biz bir askarning o'zi obiyak yig'il ko'l bo'lib bundaq oqdi degan nimada ma'nosi shu bo'ladi. Mana bu e'tibordan nima deydi uni hozir yahizun shunga ko'lning o'zini havz deydi. Havz hayol uniki nimada havz degan ko'l uniki jamisi nima yol. Endi hozir yahiz kelgan bo'lsa u chog'imizda bu narsa oqdi degan gap bo'ladi. Bu yerda lug'at bu bo'lsin. Lekin İslami şeriatte bir ayolniki heyz ko'rganligini isbotlash uchun jazman u ayolning o'zi mana ma'lum bir muddatning ichida har oyning ichida yoki bir qancha oyning ichida muayyan bir vaqtning ichida u odam u ayolning o'zi nima qildi ekan uni ko'rdi ekan. Bu ko'radigan bo'lib bu islom shariatda eng yuqorisi qancha kun 10 kun. Azil qancha kun 3 kun. Mushu kunlarning ichida masalan 10 kun deganimiz masalan u ayolning o'zi odat ko'ribdi. Odat ko'ryapti tunchi qatimlik o'zida odat kipli to'xtamoqdi. To'xtamagan bo'lsa bunda qiz bolaning o'ziga odatning o'zi 10 kun bo'ladi. 10 kun bo'lib u vaqtning o'zida u qiz bolaning o'zi mayli u kivassimi u chog'imizda taraf elib u chog'da hech bo'lmaydi. Buniki o'zi hezlikdan o'tib nim bo'ladi u ayolning o'zi ma'zur. Nim bo'ladi ma'zur bo'lib o'sha kasal bo'lib bu ayolning o'zi kasal bo'ldi deb derhal şu vakti 10 gün bu şamadan soğuk serip yüzün boyunu terletilip namazı kava işte çok kırıverdi. Kava işte çok kırıyordu. Şer'i taraftan bu. Ama bu ayağının yüzü ben adet köyge vaktinde tuncu katım kızmanın yüzü ya 4 gün ya 5 gün ya 6 gün köygen bolsa ben aş 5-6 günün yüzü davamlı bu kızmanın yüzüge ben o nime şu kızmanın yüzüge muayyen aş günün yüzü nime adetin günü oldu. Şu gün toşka hamanamla bunu dikin mizyaz özgürlük mutlaka basımı şu vaktin üzeri derhal bu ayağın üzeri boyun soğuk serip 10 gün kalışıp gerek emez. Şu emez. O nime o emez. 10 gün kalışıp dikerleksin emez sonra o onda olmaydı. Onda var ki bu itibarla onda bir ayağın üzeri aşağı kalması derhal boyun soğuk serip aşağı boğan basım ancak namaz yani Ramazan bolsa uçan rozu tutup işte ibadet kırıp bahraman pakiz adamda işi çok kılıver. Bu nime heyiz. Hayız degan şu şer'i tarafdaki men muşluğumuzun nime ibaret. Endi bu yen birisi nefas. Nefas degan gapning o'zi bu arabcha gap bo'lib, ya'ni nafasa tindi, bir narsa chiqib bunda nafas oldi degan gap. Endi ayol kishining o'ziniki rahimisida 9 oy, 10 necha kun bir bolani, ya'ni qo'saq tutib turgan ekan, u chog'da ayollarni chiqadigan oyda nima qilgani hammasi etilib qoladi. Etilgan ekan, tug'ilgan ekan, echirib nefes elib qoldi ki şu idi bilan andek qilib qolgan narsa unutki bal tuqqan amana bal ek bir minchi narsa chiqadi. Chiqqandan keyin shu ma'lumotda buniki eng yuqorisi nima 40 kun. 40 kun degan gapning o'zi agar u qiz olib qolgan tunch qatib tuqqan bo'lsa, tuqqan petim bu ayolniki bu qiz olgan o'zi to'xtamabdi. To'xtamagan bo'lsa 40 kunning o'zi darhol tush shamolan bo'yni so'q serib darhol nima qiladi u ayolning o'zi mana shu g'usl qilib uçan pakizlik namaz okuydu. Ama o ayol kandak bir kanç katı tuğup diken. Tukkan bolsa ya 15 günde ya 5 günde ya 20 günde 30 günde toxtuğan bolsa şu canı derhal bu ayolun yüzü boyu sıkı serip şunun da bu 40 gün yatkısam bulmaydı o. 40 gün bu işim kerep yetip aldıgan bunda bir kurabi bir nimuğa itikatı var. Bu nime tüktüğün hata. Tüktüğün hata. Bu yani bu adetin yüzü toxtap tuğulgan diye tukkan diken. Bu nefasın yüzü toxtuğan diken yeni yeti verip yeni kılınmışsa uçağımızda bu adam bu ayağın ağır derece ne buludu? Günahkar oldu. O ayağın üzerine tuncu katın tuğla vakti 20 günde toxtap diken ya 15 günde ya 30 günde şu bunun ki adet şunun kartacı muayyenleşiyor. Muayyenleşkendeki şu günün şu vaktin üzerinde micaz sağlam işte bu ağzı şunda toxtaydı.
to'xtagandiki shu vaqtda darhol bo'yni sig'irib 40 kunni saqlayman yo 60 kun deydigan bir nima bor, bu xurafiy hech qanday bir narsa yo'q. Shunga darhol nima qiladi, o'chanida bo'yni soladi. Mana shunga o'xshash mushtaq odat bo'lgan bo'lsa-mu, shu ayollarning gadiniga g'usl qilishni keltirib chiqargan omilning o'zi odat ko'rish va bolani nima qilish, tug'ish, nafas. Mana mush bo'lishning o'zi u ayolga nisbatan men mo'min musulmonlar desa, bu ayolning gadini g'usl qilishni bo'lgan bo'ladi, vojib bo'lgan bo'ladi. Deb bu tanim qilamiz, unga qaraymiz. Endi mayada yeni bir tehima tafsil ahvol tushirandi. ومن استيقظ فوجد في فراشه أو صوبه أو على فخذ بلدا وهو يتذكر احتلاما وتيقن أنه مني أو مزي أو شك فعليه غسل دبت. Ama bir kişi oğunuptu Adem. Uxlaptı. Oğanğandaki tepkiti bu Adem yüzünün köpsüden ya kimiden ya yüzünün yotusun üstüde bir göldük tepkiti. Karabas yol. Göl. Vağı ki bu Adem esleyken ihtilamlı. Şöyle bir tuş görüp aşağı bir iş boğanı için okudu iken. Ve cezim kıttı bu Adem. Şunu ki o nimi doğru o meni doğru. Ya kummaydı mezi doğru. Dep ki onun kıttı o aşağı cezim kıttı. Şimdi ya meni olsa çıkıp boludu. Ama mezi de aşağı bunu hüküm kıttı. Mezi de meni de kudası koyuk emez. Aşağı su yok bir de gölde biner çıkıp geldi. Çıkıp kalgan bolsa uçağınızdan ya ki bu adam ne yaptı uçağınızda şak yaptı. Bu meni çıktı mı ya çıkmadı mı? Göl binası tur. Ya bu diyen bolsa uçağın üzerinde bu adamın geldiğine usul kılıştırma o vacip çok bulundu. Ne bulundu? Vacip bulundu. Çünkü bir adam hukuka baktığında bu ne bulundu? Ülük. Yarım ülük oldu. Yarım ülük olup bu adamın üzerinde uyarıylık şehvet binası kullan bolsa mı? Köp vakti üzerinde onda var şehvet çok bulundu. Onda var ki yukarıki usulga asasen şu manininki çıkışın özü sırtı çıkan vaktinde şehvetten belli oluş gelen gap uyarıcı tepildi. Ama kaçaniki o adam, ukluğa adam asli yapmaktı ihtilamını. İhtilamını konaptı o bir şu ihtilamını köymedim ma. Tep nim konaptı o asli yapmaktı. Ya ki o adam cezip kıttı şunu cezben o nimiken o maniken. Diyen ki cezip kıttı ya ki şak kıttı. Şunda kan bolsa o adamın geldiğini gıma yine gusül ne bolgan boludu, vacipçi bolgan boludu. Deydi. Yani ben ihtilaf köydüm bu, köymüdüm bu şey bir yol çıkıp kaptı ya bir yerde diyen bolsa uçanın gusülçü, vacipçi boludu. Ve eğer cezim kan bolsa o adam şunu diye bu meziken diyelik dem kıttı uçanızda cezim kıttı. Lakin aşağı olsa o adamın geldiğini gel gusül vacip olmaydı kaçanlık ihtilamını asıl yamsa. Hem de Mehmet'in İslam aslı yamaktı. Hiçbir İslam köylü bir ayarlayan ya yüzün ayarlayan bulmaktı. Lakin o cezim, bu menikelik cezim kıptı. Ya şak kıptı. Hem de o şu canımızda o aslı yamağındaki onundikin bu mezi çıkıp kıptı. Onu cezim kıptı. O canımızda bu adamın yüzü İslam'la aşı, o ben İslam köydüm diyen o isi kimse bu adamın geldiğini bulmaydı o. Usulçu, vacipçi bulmaydı o. Değmeyiz dedi. Cezmen o adamın yüzü İslam'ın öz asligen bolsa, uçan meni çıkıp cezim kan bolsa ya mezi ya ki şak kanımız usul vacip olur. Ama İslam'ın yadı yok. Ya İslam kılışı hiç yadı yok. Karap baksa bir meni çıkıp yaptı cezmen ya şak yaptı. Ya ki o mezi kendine cezimlepti. Lakin İslam yani İslam boğanı asiyamaktı. Lakin mezi nemi Meziken degen gap bolsa uçanda usulçu yok. Kaçanlık İslam eseri kalmasa uçan deyimiz uçada usul vacip oldu deyimiz. Ve aynı isteyizkaze fevacede fi ihlilihi belene. Ve lem yettezekker hunne in kâne zekeruhu munteşiren kablen nevmi felâ gusâde. Ve eğer oğansa o adam uykudun, şundan tapsa bu adam üzniki ihlildi. Üzün ihlil degen nime? Aşı kişideki yakınımızı küçükünüm deydi onu ihlil değil. Şu ihlilinlik içinde bir göldüğünü tüktü. Karapasının bağın aşı uççudım da o bir yer gölçü çıkıvetti yol varken. Lakin ihtilamını kılamaktı boğal esiyamaktı. Hem de muşilmez kalayımız. Eğer bolsa bu adamlık azası yayılgan bolsa
uxlashdan burun. Uxlashdan burun aş ko'ngli to'g'izmay mushtaqdim qon bo'lsa, u chog'ingizda u odamning o'ziga nima yo'q, g'usulchi yo'q. Nima u chog'ingizda bu odamga g'usulchi yo'q. Va agar bo'lsa, u odamniki a'zosi sokin ekan. Ya'ni uxlashdan burun nima ekan? Shu kutib turibdi. Shu kutib turgandan keyin u chog'ingizda qarab bassa, u yo'lchi yo'lki zakarning o'zida aş ishlat bir yo'li chiqib ketdi. Chiqib qolgan bo'lsa, u chog'ingizda bu odamning o'ziga nima bor, u g'usul bor. Nimishqa? Chunki uxlashdan burun jimdi. Uxlagandan keyin chiqqaningizni nima degan gap? Yani uykunuzu uxumaydi. Uxumagandan keyin shu e'tibordan a'zoni shundoq shahvat bilan ashta buptu deganligini nima qilamiz, unga yukimchi qilamiz. Mana yuqoridagi mushi degan gap qachoniki uxlasa u odam o'rtirib yoki o'tirib uxlagan bo'lsa ish boshqa bo'ladi. Ishga yuqorida bo'ladi. Ammo qachoniki uxlab qolsa bu odam o'ngdansiz. Ay o'z kallasi mundaq o'ngdansiz uxlabdi. Yoki jazm qilibdi u odam shuniki bu chiqqan narsa men ekan degan bo'lsa, o'chanda bu odamning yadingi ne bo'ladi? Usulchi, vojibchi bo'ladi. Deydi. Yani bu yerda ikki xil bo'lishning o'zi, agar u odam o'rtirib yoki o'tirib uxlab qolgan bo'lsa, ish ashta bo'ladi ekan. Ammo o'ngdan yotgan bo'lsa, ashda bir yo'lning o'zi, zakarning o'zi ashta tep qolgan bo'lsa, yoki u jazm mani degan bo'lsa, o'chanda bu ne bo'ladi ekan? Usulchi, vojibchi bo'ladi deydi. وهذا مذكور في المحيط والذخيرة وقال الشمس الأئمة الحلواني هذه المسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون de. Mana bu bizdeki maddevatkan bu meselenin üzerine muhit diyen kitap nemidir o mezkurdur. Şundak zahire diyen muş kitaptır bu uçu ba. Yukarıda da öttük muhit diyen kimlik zahire diyen kimlik kitabı da. Muşum Hanefi mezhepteki en meşhur olan nimeler kitaplarınki katardı bu kitaplar şu. Muş kitap badi. Ve dedi Şemsul Eimmetil Helvani. Şemsul imamınki nime küne dep atılgan bir adam varken o Helvani helva itip satılan bir adamken bu adamın ismi Abdülaziz Ahmet Nasr dep atılırken bu fikri Hanefi'nin katardı bu adamınki yazgan kitapları menen Nacicik, El-Mebsut, Navadir, Fetavan, Şerh-i Edeb-i Qazi degan şu İmam Ebu Yusuf Edeb-i Qazi degan kitabını şerhleyen işte nemiken bu adam ki. Şu adam şunda dedemdi. Bu adamın üzeri bu 317. yılı 18. yılı vefat olan adamken. Benim Muşi adam şunda dedi ki bu mesele köp buludu bu meselenin buluşu. Nima cık bolu deydim. Kalp otursa bulup yaşada naci cık boludu. O adamda bu meselenin kandak buluş nima o kapı. Cıkkada bu mesele ayıramaydı. Nima o ayıramaydı. Naci nima o nazik bir mesele. Bunda o halde bu meselenin üzerine naci enik kırıp bildirişimiz çok gerek, dikkat çok, karışımız çok gerek. Ve eğer İhtilam ko'rgan bo'lsa, ihtilam bo'lib qolgan bo'lsa u odam, lekin u odamda bir şey chiqmadi. Lekin tushida ihtilam bo'lganligini ko'ribdi, ammo qarab bo'lsa, o'g'aniga bir narsa chiqmadi. Chiqmagan bo'lsa, bu odamning gadini g'usul qilishi vojib emas. Chunki u g'usul qilishning vojib bo'lishi demakki, manining chiqishi edi. Va shunga o'xshashdir ayol. Ayol kishiniki o'zim ko'rib tushida nima qilibdi? Qarab bo'lsa, shu ihtilam bo'lgandek ashula bir tushini ko'ribdi. U joningizda o qarab bassa, o nima yo'q, hech qanday bir bina chiqqan narsa yo'q. Chiqqan narsa yo'q bo'lsa, bunda bir ayol g'usul qilish nima emas, vojib emas. Va dedi İmam Muhammed rahmetullohi alayh, mana vojib bo'ladi bunda bir ayolga g'usul qilish ehtiyotan vojib. Nima? Chunki ayollarniki o'ziniki mushtaq ma'nining chiqishining o'zi akishnikiga nima qilmaydi, o'xshamaydi. O'xshamay ashdaq nima qilib qolishi mumkin. Hamda buni qarab bo'lmas kerak, lekin ehtiyotan bo'lgan bo'lsa, o'chanizda chiqmagan bo'lishi mumkin deydi. Shu e'tibordan u ma'lum sababdan unda bo'lgan ekan g'usul qilish eng afzal deydi. Mana bu odam deydi, "Va bihi kana yubti ba'zu mashayikh." Mana bu İmam Muhammedniki g'usul qilish vojib bo'ladi, mushta ayolga degan gapiga berdi, ba'zi mashayikh fatvo berdi. Mushtacha g'usul qilish vojib deb mushtacha qaraydi deydi. Endi yana bir gap endi. ولو جامع أو احتمل
واغتسل قبل أن يبول ثم خرج بقية المني وجب الغسل عليه ثانيا عند أبي حنيفة ومحمد. Yani yukarıda boğan mesela. O eğer cima kan bolsa o adam yani er ayıla cima kılışıptı. Yani cinnetisi buna ötküsüptü. Ya ki ihtilamçı bu kaptı. İşte bu kaptı. Ve usul kıttı bu adam. Şunun aldıdaki o kişi tarat kay. Kişi tarat kılıştın aldıdı ne kıttı? Usul kıttı. Usul kan dikin onun dikin meninin yüzü çıkıp kattı. Hem de süydeki kişiler kısmı tüketiti. Unda kılması da kopkan petimla nemi kirep, munçil kirip o adamın yüzü juyunuptu. Juyunulan bolsa uçağını karapası onundaki menici çıkıptı oldu. Uçağınızda guslünü o adamge ikkinci kata kırış İmam Mezzem ve İmam Muhammed rahmetullahi aleyhin nezde vacip çok buldu değil. O gusül kılını çok bulmaydı. Ve eğer gusül kan bolsa bu ayağın, yani şurada eğer ayağın cinsi münasebet ölçülmüş takarıp bu ayağın kıptı, gusül kıptı. Anıdaki bu ayağın gusül kıp boğandaki bu ayağın erniki mənisi kep bağın içi çıkıptı. Bu ayağını terasında ya terasında berip la gusül kılıp aytakanda onundaki karap basıp gusül boğandaki yılık erniki mənisin üzü o adam ayağın çıkan bolsa o ayağının geldiğindeki icmaen nemi yok, gusül yok. Nimişkan? Çünkü o mənin üzü o ayağının üzüdün çünkü kelgen çok emez. O irdin nemi kılan kelgen nemi boludu o gusül nemi boludu o nesçu boludu. Bunda varken bundak ayağının üzü gusül kılış vacip emez, vacip çok emez deydi. Ve eğer hoşu kelgen bolsa mes. Endi mes bir adam hoşu kipto. Mesuk keptikende hoşu bina kumaydı aragı çıkıp yaken hazır kılışta mes kılgan yası cikvandi. Aşını yaptırıp onundaki hoşu kipte. Hoşu kalgandaki karapası üzdün bir menini tepto. O çağında bu adamın geldiğini nemi oldu? Hoşu vacip olur. Çünkü o hoşu ketkendeki şu vaktinde o meninin üzerindeki men aş şehvete çıkan o bilmek. Bu çünkü aklının üzerinde paylaşarak gerek onun ki. Unda varken başta kalması onunki usulcu vacipçi buldu. Ve eğer tapsa bu meslin üzeri mezini tepti. Meni demez, mezini tepti. Tapkan bolsa uçağınızda bu meslin geldiğini gel nememez usulcu vacipçi emez. Ve şunu hoşlaştır muğma aley. Şunu hoşlaştır hoşidin ketken adam. Muğma aley dep keldi. Yani hoşlik ketkizilgen adam deyen gap. Onda varken hoşlik ketken adamın üzeri qandaq qıptı. Hoşlik ketip bolgandaki qarap baksak o adamın üzeri hoş kelgendeki o məni tapqan bolsa o adam geldi usul vacip. Eğer o adamın üzeri şu hoşlik kelgendeki andaki məzi tapqan bolsa o çağınızda bunun nememez usulcu vacip olmaydı o deyilsin. Ve eğer oğangan bolsa er ve ayak. Şuna tepti bu işkelisi bir mənini köpünün üstücü tepti. Her biri bu ikisinden inkar kılırken ihtilamlı. Oy ben şimdi de biraz kömügentim ya akla kanda oğan don. Ne kanda bu kanda her işkelisi müştakılıyken. O çağırda vacip olduğu işkelisi kelime gusül kış ihtiyatta. Nasıl bombaga diken bu okumaydı ama uykuçulukta açtak bir işip kalgan bolsa bunun okumaydaydı o, bilamaydı. Bilamagandikin açtak cinsi münasebet bu kaçı mümkün uyku katlı kovavatı açtak şu boşu şu açtak bu kalgan bolsa ihtiyatan şunda bu kalgan şeydi o dep gusül kılış deyimiz uçağında vacipçi boludu deyimiz. Lakin bu fikir ölüm alemimizin bahsi dedi. Eğer bolsa meni uzara olgan bolsa uçağınızda her kişininki geldiğinde gusül kılış vacip. Çıkan, yanıkı sırıp çıkmadı ya meni. Bu da o kadar uzun kıptı. Uça her kişinin geldiğinde gusül vacip oldu, ayağı emez. Ve eğer bolsa o meninin üzeri mudavver tuttu. Dumbulak bir yer mudak, bir yerde ekip gitti. Ekip kalgan bolsa uçağınızda ayağı kişininki nemisge geldiğinde gusül kılış vacip. Nemisge ayağı çıkmadı diyenlik bulur. Çünkü erniki uzun çıkıdan hem de. Ayağın kişi bir yer çıkıp kaldı. Ve dedi bu fikir ölüm alemimizin bahsi. Eğer bolsa meni ah olsa. Ah niken sel tomarak yani kılırak galiz diyen neme nipiz undak inçik emez. Sel ya kılın adap sımıdak nim kadar
topidak mishtakçı nimiken baştakken. O çağımızda bu nimeden kelgen boludu, erdin kelgen boludu. Erdin kipti dep, o çağın erdin geldiğin vacip boludu. Siz akışınızı görüp sizler, eğer o meleğinizi seyret, nipiz, yani su yok, başta olgan bolsa, o çağımızda bu meleğinizi ayal kişilik kelgen bolup, ayal kişilik geldiğin nime olgan boludu, vacip şu olgan boludu. Deydi. Şunga nadir mene taharetu kupra degan mush taharetni nima taharetni nima qildik hozir o'qigan bo'ldik. Endi shu taharet erishishdan burun shuni vojib vujud ekeldigan u omilning o'zida mushagi nima qildik hozir to'xtaldik. Unda o'g'anda qandaq ish er ayol bo'lgan vaqtida g'usl qilish nima ekan u vojib ekan uni uchun qilmish uchun qat'iy bo'lmaydi ekan degan uqdik. Uni keltirib chiqqanlik sababini andikin uni g'usl kelamiz endi. Qandaq usul qandaq qilamiz. İşte bu bo'lgan usul yani vojib bo'ldi. Vojib bo'lgandan uni lekin bu usulni qandaq qilamiz degan vaqtida u bir ayrim tamam babning o'zida inshaalloh at buning üstüne qilamiz, to'xtalamiz. Va oxir da'wana alhamdulillahi robbil alamin.